qonuniy javob berishdan qochib, o'zi bilan kelishamiz deb solig'ini bo'yningizga oldinglarmi? Shahar so'rashga ham haqqi bor. Qilib berishinglar kerak. Chunki sizlar bitta klip deb bitta odamning hayotini Aziz tomoshabinlar, siz Odinayev kanalini ko'rib turmoqdasiz. Kanalimga xush kelibsizlar deb qolaman. Aka Sabrina degan tanishimni chaqirishgan. Hozirda bu klipda misol uchun bo'lmaganlar. Operatsiya paytida ham tepasida turishmagan, klipligini ovurishgan. Qaralmagan, boshqa narsa qilinmagan degan gaplar bor. Bular hammasi yolg'on. Ko'ra olmaydi, boni ko'ra olmaydi. Shu ishni haligacha yopdi. Kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Avariyaga uchraganman. Assalomu alaykum barcha aziz tomoshabinlar, siz Odinayev kanalini ko'rib turmoqdasiz. Kanalimga xush kelibsizlar deb qolaman. Aka-uka, opa-singillar, bizni shu kunga qadar qo'llab-quvvatlab keladigan barcha opa-singillarimiz va aka-ukalarimizga rahmat deb qolamiz. Bizni bundan buyog'iga ham qo'llab-quvvatlab tursanglar, sizlarning ko'ngillaringga, kayfiyatlaringga kayfiyat qo'shadigan videoroliklarni chiqarib borishlikka, tayyorlab borishlikka harakat qilamiz, xudo xolasa. Shuningdek, hozirgi paytda TikTok, Instagram, YouTube platformasida juda ham bir ommaga tarqalgan bir videorolik bor. Shu haqida o'zimning fikrim va obunachilarni bilan birgalikda fikrlarimizni bildirib o'tmoqchiman. Shuningdek, sizlar uchun doim hamma videorolikimda kommentariyani ochganman. Kommentariyaga o'z fikrlaringni yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Aka-ukalar va opa-singillar, biz shu vaqtgacha juda ham yaxshi kayfiyatda va konsert, boshqa joylar, telefonlarda bo'lsin, yaxshi maza qilib eshitgan qo'shiqlarimiz va san'atkorlarimiz bor. Shuningdek, shularning ichida Oziza Nursaidova ham bor. Shuning ham qo'shiqlarini shu kungacha hamma yoshi katta bo'lsin, yoshlar bo'lsin tinglagan. Va shuningdek, biz bilmagan bitta holatlar borki, shu haqida batafsil sizlar bilan birgalikda gapirib o'tamiz. Aka-ukalar, ko'pchiliklar biladi, Ko'k jugli degan qo'shig'i chiqqandi Oziza Nursaidovaning, undan keyin Dilbarim degan, Yomg'ir degan har xil qo'shiqlar chiqdi, lekin biz bilmagan oynaning ikki tarafi bo'ladi, bir tarafida ko'rasiz, bir tarafida ko'rmaysiz. Biz ko'rmagan narsalar bo'lib o'tgan ekan, lekin bu narsalar hozirgi paytda va hozir ommaga chiqdi. Oziza Nursaidovaning 2024-yil 7-noyabrda syomka jarayonida bitta qiz nogiron bo'ldi degan xabarlar juda ham keng tarqalmoqda. Buni yolg'on yoki rost yo tahdid yoki tuhmat ekanligini sizlar bilan birgalikda gapirib o'tamiz. Aka-ukalar, bu holatda Sabrina Jabborova degan qiz o'ta og'ir jarohat olingani aytilmoqda. 9 soat operatsiyani boshdan kechirgani ham aytilmoqda va shuningdek, operatsiya qaysidir ma'noda xato bo'ldimi yo boshqa narsa bo'ldimi, buni biz ham siz ham bilmaysiz. Buni faqat doktorlar tushunishi mumkin yoki bilishi mumkin. Shu operatsiya natijasida bu qizni bir oyog'i bir oyoqdan ko'ra 7 santim kalta bo'lgani aytilmoqda. Va buni so'ragan Sabrina Jabborova doktorlardan meni kelajagim va hayotim nima bo'ladi deb so'raganda, sen chet ellarda ham, boshqa yerlarda ham operatsiya qilishing mumkin, lekin yashab ketishing esa 50-50 degan. Endi qaranglar, bu gelik mashinasi bosib o'tgan, oldi bolani va orqa bolani shunday bosib o'tgan va tizzada yumaloq bo'g'in bilan, suyaklar bilan o'sha ezilib ketgan. Uni esa terish uchun bu yashab ketishing 50-50 deb aytilmoqda, men sizga qisqasini aytganimda. Shunday ekan, bu rolga o'tirgan qiz esa voyaga yetmagan, pravasi daji qo'lda yo'q. Bu qizni olib kelgan esa Ahad Qayum aytilmoqda. Ahad Qayum ko'pchiliklar taniydi, kinosi va ko'p narsalarda Ahad Qayumni juda ham ko'p tanishadi. Noto'g'ri terishgan 5 yil bo'lib o'sgan. Bugun doktorga bordim. U aytdi, 50-50 hayotingda ko'p ketkazib yuborishing mumkin dedi. Oldingiday holatingga qayta olmaysan dedi. 50-50 deyapti. Yevropaga borasanmi, boshqa joyga borasanmi, hamma bu operatsiyadan qo'rqadi. Qiyin operatsiya deyapti. 1% uchrik dunyoda deyapti. O'ylanib qoldim bunday. Hozir yotish kerak deb oyma-oy $500 berilgan. Hammasining hujjati bor, videolari bor, dokumentlari bor. Lekin bu narsa qilinyapti-da, kimlardir aql o'rgatishi sababli aytilyaptiki, endi oxirida kelib uy talab qilinyapti, mashina talab qilinyapti. jabrlanuvchi bizda